15 bob. E'tiqodimiz kuchli bo'lgan bizlar har qanday ish qilganda o'zimizni qanoatlantirishni o'ylamasdan e'tiqodi ojiz qarindoshlarimizga ko'ngil bo'lishimiz kerak. Har birimiz qarindoshlarimizning e'tiqodining mustahkamlanishi uchun ularning manfaatini nazarda tutib, ularni xursand qilishimiz kerak. Ayso Masihmu o'zini emas, Xudo otasini xursand qilishni o'yladi. Bu to'g'risida muqaddas yozmalarda mundaq deyilgan: Ey Xudo, sen haqorat qilgan chaqlarda o'zim haqorat qilgandek bo'ldim. Muqaddas yozmalardagi so'zlarning hammasi bizga ta'lim bo'lsin deb burunla yezib qoldirilgan. Xudoning va'dasiga erishganga qadar o so'zlar bizni rag'batlantirdi va sabr toqatli qiladi. Sabr toqat va rag'bat ato qiladigan Xudo sening Ayso Masihni ulgu qilib, o'zaro inoq yashashinglar uchun yordam qilg'ay. Buning bilan sizlar Xudoni, ya'ni Rabbimiz Ayso Masihning otasini bir niyat, bir maqsadda va bir ig'izdan ulug'laysizlar. Shunga Ayso Masih sizlarni qabul qilganidek, sizlarmu bir-biringlarni qabul qilinglar. Shundaq bo'lganda Xudoga shon sharaf elib kelasizlar. Sizlarga shuni aytmoqchimanki, Ayso Masih Xudoning o'z va'dasida, ya'ni Ibrohim, Ishoq va Yoqublar qilgan va'dasida turadiganligini ko'rsatish uchun Yahudilarning xizmatkori bo'ldi. U Yahudi emaslarningmi Xudoning mehribonligini ko'rib, Xudoni madhiylashi uchun shunday qildi. Bu xuddi muqaddas yozmalarda shunga seni boshqa millatlar orasida madhiylayman va nomingni kuylayman deganidek bo'ldi. Muqaddas yozmalarning bir yerida ey boshqa millatlar, Xudoning tanlagan xalqi bilan billa shod-xuram bo'linglar deyilgan bo'lsa, ya'ni bir yerida ey boshqa millatlar, Rabbimizni madhiylanglar. Ey pukul xalqlar, uni ulug'langlar deyilgan. Yashaya payg'ambarmu muqaddas yozmalarda mundaq degan: Yeshoyning avlodidan biri chiqib, boshqa millatlarga hokimlik qiladi. Yahudi emaslar uningga umid bog'laydi. E'tiqod yo'lda mang'uninglarda umidning manbasi bo'lgan Xudo qalbinglarni shod-xuromlik va tinch omonlikqa to'ldirg'ay. Buning bilan sizlar muqaddas ruhning kuch-qudrati orqali umidga to'lib toshqaysizlar. Qarindoshlar, men sizlarning ko'ngillarning yoshlikka to'lganligiga va o'zinglarga kerakli bilimga to'liq ega bo'lib, bir-biringlarga nasihat beradiganliginglarga qoyilman. Shundaq bo'lsa-mu, ba'zi ishlarni sizlarning saminglarga silish uchun bu xatimni jur'atlik holda ochiq yozdim. Men Xudo menga ato qilgan mehr shafqat orqali Xudoning xush xabarini yetkazish xizmatida Yahudi emaslar uchun xuddi ruhoniylardek Ayso Masihning xizmatkori bo'ldim. Buningdan maqsad Yahudi emaslarning muqaddas ruh orqali poklanib, xuddi Xudoni xursand qiladigan qurbonlikdek Xudo tarafidan qabul qilinishi uchundir. Shunga Ayso Masihga tayinib, Xudo uchun qilgan xizmatimdan faxrlanaman. Yahudi emaslarning Xudoga itoat qilishi uchun Ayso Masihning men orqali qilgan ishlaridan boshqa hech narsa to'g'riliq maqtanishga jur'at qila olmayman. Yahudi emaslar mening aytgan so'zlarim, qilgan ishlarim va ko'rsatgan mo'jizalarim orqali muqaddas ruhning kuch-qudratini ko'rib, xushxabarni qabul qildi. Men Yerusalimdan boshlab Iliriya o'lkasigacha bo'lgan hamma yerda Ayso Masih to'g'risidagi bu xushxabarni taqatdim. Boshqa kishilar solgan ulning ustiga bino solmaslik uchun Ayso Masihning nomi azaldan anglanmagan yerlarda
bu xush xabarni toptishga tirishib keldim. Bu to'g'risida muqaddas yozmalarda yozilganidek, Xudodan xabarsizlar uni tanıydı. Anlamaganlar anlab, tushunidi. Yeninglarga berishni ko'p ketim o'ylagan bo'lsam-mu, lekin mana shu xizmatlarim sababidan bora olmadim. Hozir bu yerda xushxabar yetkazish xizmatini o'rindab bo'ldim. Uning ustiga ko'p yillardan beri seni yo'qlab berish orzuyim bor edi. Shunga men Ispaniyaga ketayotganimda yo'l ustida sizlarga yo'liqqach, bir mezgil sizlar bilan birga turmoqchiman. Ondan sizlarning yordam qilib, yo'lga silib qo'yishinglarni umid qilaman. Biroq hozir Yerusalimga berib, u yerdagi itqatchilarga hadiyani topshirib berishimga to'g'ri kelyapti. Chunki Makedoniya va Yunon o'lkasidagi itqatchilar jamoatchiligi Ionni to'plab Yerusalimdagi itqatchilar orasidagi yo'qsullarga yordam berishni loyiq topdi. Ular bu ishni o'z ixtiyori bilan qildi. Amaliyotda bu ularning qarzi edi. Chunki Yahudi emaslar, Yahudilarga xos bo'lgan ruhiy jihatdagi baxtdan bahramon bo'lgan ekan. Undaqda Yahudi qarindoshlarimizmi ularning moddiy jihatdagi yordamiga erishishga loyiqdir. Men bu ionini ularga tinch amon topshirib bo'lgandan keyin sizlarga yo'liqib, ondan Ispaniyaga boraman. Menga ma'lumki, yeninglarga borganimda Ayso Masih men orqali sizlarga mo'l baxt ato qiladi. Qarindoshlar, sizlarning xizmatimni qo'llash yuzasidan men uchun Xudoga duo qilishinglarni o'tinaman. Rabbimiz Ayso Masihga mansub bo'lganligimiz va muqaddas ruh ato qilgan mehr muhabbatga ega bo'lganligimiz uchun shundoq qilgaysizlar. Mening Yahudiya o'lkasidagi Ayso Masihga e'tiqod qilmaganlarning ziyonkashligiga uchramasligim va men og'ash boradigan bu ionini Yerusalimdagi e'tiqodchilarning qabul qilishi uchun duo qilgaysizlar. Shundoq qilsanglar, Xudo buyursa, shod-xuromlik bilan yeninglarga berib, sizlar bilan birga istirohat qila olayman. Amonlik berguvchi Xudo hammanglar bilan birga bo'lg'ay. Amin.